Yangi qishloqqa ko'chib kelganman, shuning uchun ikkinchi qismni olishga qaror qildim. Layk va obuna bo'lib qo'ying. Bugun judayam katta sarguzasht bo'ladi. Ha bolalar, avtobus chaqirib bo'ldi va men yana videoni boshladim. Короче, bugungi videoda biz judayam ko'p sarguzashtlar qilamiz. Bugunda aytganimdek, endi esa men uyda kreditlarimni yashirib qo'yaman, kredit olganman va bankdan. Buning uchun ertaga kreditni to'lashim kerak. Kredit olgan pulimdan to'lab beraman. Bu yerda esa men kreditim bor. Bu betga to'shagini qo'yib oynani yopishim kerak. Ana turibdi. Bu yerda pullarim taqdim va men boy ketishga harakat qilaman bolalar. Bu yerda temirni endi qizdirib qo'yishim kerak. Qizdirib qo'ygandan keyin ishlaymiz. Qanday ishlaymiz desanglar, yangi biznes qilamiz. Qanaqa biznes? Hozir kiyim do'kon ochamiz. Kiyim do'kon ochish uchun menga nimalar kerak? Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Savdo yeydimi bu? Yo'q, savdo emas. Mayli, qo'shnini narsasidan olaveraman. Yo'q, bundan bo'lmaydi. To'xtanglar. Qo'shni, короче, menga bu ikkilaringizni bera olasizmi? Mayli, pulni berasanmi? Ha, beraman, bo'pti. Xo'p, mayli. Bo'pti, xayr. Xayr. Xo'p, endi esa bu ikkilar bizga oldi, endi pulni berishimiz kerak. Lekin shu puli qimmatroq-da. Mayli. Bu yerda men sotganman. Ha, bo'pti, uzr. Ekin ekib ketaman, menda kerak emas bor edi. Ha, xo'p, rahmat. Ha, nima deyapsiz? Yo'qoling, boring. Bu yerda men sotib oldim. Boringlar endi, men bu yerda men sotib olganman. Boringlar, yo'qolinglar. Pulni bermayman. Endi bu yerda olib tashlamasam bo'lmaydi, bu yerda chiqib qolaveradi, bu qo'shnilar ham azoblaydi odamni. Mayli, endi bu yerda olib tashlaymiz. O'rniga ekib qo'yib, o'zimizdan biznesimizni qilaveramiz. Hech kimga xalaqit bermay, kichkina biznes qilishimiz kerak. Короче, agar boyib ketsam, birinchi qiladigan ishlarimdan maqsad nima? Ya'ni bitta yangi uy olish yoki shaharga ko'chib ketish. Chunki bu yerda aniq bilaman, bu yerda unchalik ko'p boyib ketsa bo'lmaydi. Normalniy pul topib shaharga ketaveraman. Shahar ham unchalik zo'r emas. Telefonlar bormi yo'qmi bilmayman, lekin telefonlar chiqqan edi. Lekin bu qishloqda bo'lmaydi, chunki bu cheka qishloqlardan biri. O'zimga biznes qilyapman. Hozir buni qayoqqadir olib boribchi o'ldirib olishim kerak-da. Mayli, yur. Lekin o'zimda qurol bor, kilka bilan o'ldiraman. Lekin hech kim yo'q. Ayoq ana brat bor. Bu yerda ham brat bor. Mayli. Lekin u yuguryapti-ku. Lekin bo'ldi. Oy, nima qilyapsan? Ayo, o'zim yerda pulim tushib qoldi. Ha, bo'pti. Xo'p. Xo'sh, endi esa nima qilaman? Hozir temperatura qayta qo'y bor ekan, demak, qo'yni ham o'ldirishim kerak. Короче, bitta ideya bo'lib qolyapti-da menga. O'g'irlik qilib pul topsa bo'larmikin bolalar? Ya'ni hozir o'g'irlik qilamiz, ya'ni birovlar ekinni qo'yamiz. Ayo bular sevgi deyman. Endi короче birovlar ekinni olib qo'yib, o'zimizga pul ishlaymiz. Qanday zo'r ideya. Masalan, moneta olsak ham bo'ladi. Sekingina chiqib olamiz. Amal bo'ldi. Menga qaramayapti, ko'pgina ekinlarni olib o'tkazaman. Lekin bular bilmayapti. Agar kimdir nimadir desa, men qilmadim deyman. Yoki personajni almashtirib qo'yaman. Hozir. Sekin pastga tushamiz bo'ldi. Hop, davay. Hop, assalomu alaykum. Kibrmisiz, brat? Mayli. Xo'sh,
Salom alik. Vaalaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Ha, yaxshi. Hozir nima qilganingni ko'rdim lekin. Uyalmaysan birov narsasini olishga? Yo'q, men olganim yo'q. Aldaysan-ku, Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Yo'q, men olganim yo'q lekin. Yozimda bitta bola kelib, meni ham uyimdan almazlarni o'g'irlab ketibdi. Yo'g'e. Unda militsiyaga topshiramiz-da. Militsiyaga topshiramiz hozir. Bo'pti, unda bor militsiyaga topshir, o'zing aytding-ku. Xo'p, bo'pti. Mayli, bo'ldi, men uyga kiraman-da bularni. Bularni esa qayergadir qo'ysam bo'ladi. Farqi yo'q, chunki men sotib oldim deyman. Kredit olganman-ku. Ertaga esa pulni to'lashimga to'g'ri keladi. Qiyin vaziyat. Pulni qancha to'layman? 30midi, 15midi? Hozir 15 tayyorlab qo'yay. 15 ta. 30 dan to'laveraman. Chunki tezroq to'lanadi. Lekin o'zimda pul qolmayapti-ku, ну mayli. Plan berish kerak-da, narsa olganimiz uchun. Ancha ko'p narsalar qilish kerak. Ishimiz ko'p. Bolalar, kelinglar, bugun 8 sevib qo'yamiz. Hech kim yo'qmidi? Qaramay. Oy, to'xta. Yo'q, qochish kerak. Uyga kirib o'tirib turaman. Ozgincha o'tirsam bo'ldi. Men bu yerdan baribir ketaman, chunki bu yer menga вообще qiziq emas. Men bu yerdan ketaman baribir. Uyim bor, lekin baribir men bu yerdan ketaman. Davay. Bu uyda hech kim yashamaydi. Temirchi yashagan ekan. Narsalar turibdiki, hech kim olishi mumkin emas ekan. Maktab nonlar. Kalitlarmi? Kalt yasash bilan shug'ullanganmi bu? Yo'q, menga вообще qiziq emas. Pechkalarni ham o'g'irlab sekin o'g'irlab ketaman. Pechkalar ham qimmat turadi. Lekin sotib olsam eski bozorga ancha-muncha pul ishlab olaman. Xo'p, mayli, qo'ying. Nima qilding? Sizni qo'ydingmi? Yo'q, prosta aytdim-da. Nima unda aytasiz? O'zimni qo'yim-ku, boyaganda kredit olib qo'y sotib oldim. Bo'pti, nima o'ldirding unda? Endi pul kerak bo'ldi, shuning uchun o'ldirib narsasini sotaveraman, terini. Bo'pti, o'zingga qarada. Xo'p. Bo'ldi, davay. Buni ham aldab ko'ndirdik. Endi esa yana bu to'q. Hech kim yo'q edi. Men yana kechqurun kimdir bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun davayda endi nima o'g'irlasak bo'ladi? Bolalar aytinglar. Lekin mer yo'qligi uchun menga plyus bo'ladi, bo'lmasa merga aytishardi sirasi. Mer kelguncha esdan chiqib ketsa kerak. Mayli. Hammasini ertaga sotib kelaman. Hamma narsa kalitlarni esa qo'yib qo'yaman. Kalitlarni, daraxtlar, dokument, kiyovka va bularni hammasini qo'yib va uxlayman. Dam olishim kerakman. Ertalab bo'pti-ku. Soat necha bo'ldikina? Soat 5midi yana. Ko'cha nimagadir g'alatiroq. Tuman menimcha. Tuman bo'lyapti, yomg'ir yog'adi shekilli. Navbatchi farqi yo'q. Kichkina xo'roqcha jo'ja o'ldirsa ancha-muncha go'sht tushmaydi bundan. Shuning uchun nima qilamiz? Menga bu odam вообще qiziq emas. Kiyimim ho'l bo'ldi, menda boshqa kiyim yo'q. Shuning uchun bu uyga kirib ko'rishim kerak. Bu yerda nima bor edi? Bu yerda nima borligini ko'ramiz. Lekin yo'q, hech kim yo'q. Ammo bu yerda bersa odam ko'rib qolsa, uy egasi bo'lsa kerak. Oq kiyimda yuradi deyishganda mayli. Menga вообще qiziq emas. O'zim ishimni qilib sekin ketaveraman. Вообще menga nima u odam kimligi? O'zim ishimni qilaman bo'ldi-da.
Sekin pullani olib, oy, oy, ko'zi ko'rmadingmi achkita qolgandi. Ko'zi ko'rmadi u odamni. Ruhim o'chib ketdi borku. Kitob tepasiga tushib oldim, balkim ko'zi ko'rmasdir. Ko'rmagandir balki kitob tepasiga bunday osilib olganimda. Balki bilmayman. Lekin yomon qo'rqdim. Tezroq olish kerak, tezroq qochish kerak. Hozir biznes qilolmayman. Mayli, mayli, mayli. Xo'p, endi sekin. Voy, brat. Voy. Mayli, videoni tugatdim. Hammaga omad.